Murod, ertaga men bilan brend ro'stib olib kiyim tanlash bor, vkusing yaxshi-ku. Ha, bo'ldi, xo'p. Vaqting bormi? Ha, bemalol. Bo'ldi, davay. Assortiment bomba-yu. Men qora futbolkani tashlagin, cho'mchak ham bor ekan. O'rdan bardovini oling, meni ochadi-da. Ha, buni ham olamiz 79 ming so'mdan futbolkalar. 2-3 top tashlaymiz, o'rta xavotir olmang. Men Vitrovkani olgan 99 ming so'mdan ekan hammasi. O'rta men adatonligini oling, mana shu zo'r bo'ladi. Sal pachkin ekan-da. Yo, uni ham yaxshi-yu. Yo'q. Shim joger shortinglar bor, 99 ming so'mdan ekan. Men bundan oldim. O'zingga ovurma, yuqori shalvarmi, shimni olaman, xo'p? Zo'r edi mana shu. Aziz hamma oyoq kiyimda 99 ming so'mdan ekan. Qaysi birini olasan? Men tapchikami, krokismi olaman, 79 ming so'mdan ekan. Hozir kunlashib ketdi-yu. Laboteniydi olgan. Yo'q. Qalli. Zo'r turibdi. Men tanlagan kiyimlarni ikki chiqarasiz yoki qo'yib qo'yganman. Ha, ular keyinsan kiyamiz, o'rta hoshini olaman, bo'ptimi? Davay. Har doim shunaqa qilasan. Yo'q, tanlash bor, vkusing zo'r deysan-da, kepa vaqtim ketqizsa senga tanlab beraman-da, kiymaysan. Sen aldoqchisan shunaqa. Haqiqatni aytishmi? Unda eshit. Men bir o'zim zerikmasligim uchun seni o'zim bilan olaman. Chunki sen bekorchi vkusi yo'q odamsan. Bekorchi vkusi yo'q? Bilib ol, men bilan gaplashgan qiz bilan hozir sen gaplashyapsan, tushundingmi? O'sha bekorchi vkusi yo'q uchun sen tashlab men bilan gaplashyapti. Borga qol. Men umuman telefon qilmay gapirmang, tushundingmi? Xafa bo'ldim men. Kamiga araqchisan sen.